Термос обязательно керек. Suv. Assalomu alaykum qadrli baliq ov ishqibozlari va kanal obunachilari. Do'stlar, mana orziqib kutgan kunlar baliq oviga harakatimiz boshlandi. Bugun erta tongda biz xudo xolasa daryo bo'yida, Sirdaryo bo'yida baliq ovini amalga oshiramiz. Mana chilla chiqdi, qishni 1-yanvar oyi tugadi. O'tgan safarga bo'lgan videolarda men sizlarga likvidlar hamda xo'rak tayyorlashni ko'rsatgandim. Bugun ana shu xo'raklar asosida biz qanday qilib ovni tashkil qilamiz. Xo'rakdonlarni qanday qilib xo'rakdonga to'ldirish va ularni o'sha belgilangan joyga yetkazib berish. Hamda kruchoklar, pavodoklar, leskalar va qanday qarmoqlarni bu yerda qo'llashni o'sha daryo bo'yida men sizlarga ko'rsatib o'taman. Do'stlar, bugungi videomiz va baliq ovimiz o'ylaymanki zo'r bo'ladi, maroqli bo'ladi. Tinglab tomosha qilinglar. Endi esa biz hozir Yur akani yo'ldan olib, dalchi bugungi sayohatimizni, baliq ovi sayohatimizni boshlaymiz. Somsa olamiz. Hozir bitta 6 ariqqa keldik. Havo vashi chotki. Yaxshimisizlar? O, ana somsalar. Keling. Tamom. Somsa. Ertalabda mana somsalar bo'ladi 6 ariqda, vashi chotki. Zavtrak qilib ketsa ham bo'ladi. Biz Dadi Yura bilan ertalab zavtrak qilib oldik-ku, lekin mana shu somsadan olamiz. Somsalar. Somsalar mana yopilyapti, ertalabda. Что дядю, что скажете? Ой, очень вкусная. Алтарычка самая лучшая самса. Самая лучшая. Ukamiz olib qochyapti mana zo'r. Ertalabda soat 7da уже 6:30 7da. Ikkita молодец. В обед, да? Да. Лучше, конечно, горячим. Issig'ida yegan yaxshi, lekin hozir olib ketamiz o'chda. Bayli. Yog'lab mana chiroyli qilib. Kelaverasizlar. 6 ariqqa mana. Tandir rejasiga. Tuman, endi sekin hozir o'sha daryo bo'yiga boramiz. Mana tuman 6 ariqda ham tuman. Do'konlar uyg'onyapti mana. Ayollar ham bunday velosipedda mana. Sekin maqib ketishyapti. Mana qadrli do'stlar, joyimizni ham tayyorlab oldik. Yangi joyga keldik. Mana bu joylar endi mana shu nasos deyiladi. Yangi joy. Endi sovuq kunlarda hozir qanaqa ov bo'lishini ko'ramiz. Hozir joylar tayyorlab oldik mana. Joylar tayyorlab oldik. Joylar tayyorlab mana. Endi qarmoqni hozir otib qo'ydik. Endi ko'ramiz. Asosiy ov xudo xolasa soat 2 dan keyin bo'ladi. 2 dan keyin o'shanga to'g'ri hozir prikarimni qilib bitta joyga hozir tashlaymiz. Endi mana shu joy. Shu joy hozir ovni boshlayapmiz. Do'stlar, mana shu bugungi razvedkamizni ham qildik. Endi sekin hozir yangi joy o'sha o'zimizni Andijon kanaliga boramiz. Endi mana shunday qilib hozir bahorga to'g'ri joylar mana shunday o'ynab turadi. Suv sovuq. Endi hozir Andijon kanaliga borib bir marinkaga nima qilib ko'ramiz. Harakat qilib ko'ramiz. Да, дядя Юр, что скажешь? Да, не, место отличное. Надо сюда будет по весне, где-то в конце марта приехать. Очень хорошее место. И красивое, и ландшафт хороший, и место хорошее. Рыба есть тут хорошая.
Ну, холодно еще, холодновато. Дарья холодновато еще. И воды много. O'shaning uchun do'stlar, biz ketdik. O'sha Andijon kanalida uchrashamiz. Mana do'stlar, Ой, да, hozir снимай кино havo нормально, sovuq. всё. Hozir sovuq havo. O'shanga hozir sekin qo'ydik. Qarmoqlarni otib qo'ydik. Nima bo'lyapti mana? Paka hech qanaqa paklovka yo'q. Endi sovuq qishdagi u endi ko'ramiz. Mana xo'riylarimiz ko'ryapsizlar. Aparish mana jalki bulisa qilib qo'yibdi. Sekin mana shu qish paytida hozir sekin ko'ramiz. Nimalardan ham foydalanyapmiz? Spreylarni. Mana spreylar universal. Biskvit, keyin koriandr. Koriandr kashish dona degan. Shu karmushkalar 70-80 grammlik karmushka ishlatyapmiz. Tak, hozir ko'ramiz endi. Sekin-sekin suv ko'payib ketgan, juda ko'p suv. Вообще suv ko'p. Umuman ko'ryapsizlar, oldin orolcha ko'rinardi, 3-4 metrga suv ko'tarilgan. Oqim juda kuchli. Endi biz kichkinagina joy topib o'sha brovkada tushyapmiz birinchi. Mana qosh. Ko'ramiz, karmit qilamiz, boqamiz, bir narsalar bo'ladi. Mana do'stlar, Bomba kanal degan joyga keldik. Bomba kanalni yoniga zo'r baliq tutadigan nima qilishibdi, joy qilishibdi. Yozlarda kelib o'tirib dam oladigan joy. Men hozir o'tib ketayotgandim, shatni ham shu obzorga qo'shib ketadim. Mana ko'rlar chiroyli qamishlar bilan qilib, bunaqa joylar mana hovuzlar baliqqa. Mana shu joy mana. Endi hammadan ham qiziq joyi nimadaki, bu yerda baliq mana qo'rishyapti, ko'ryapsizlar mana. Baliqlar bunday setka baliq qilishyapti mana. Ko'ryapsizlar mana. Setka baliq. Setka baliq. Keyin mana bunday o'choqlarni zo'r qilib chiqarib qo'yishgan. Zo'r qilib o'sha setkada pishiradigan. Mana eng qiziq joyi mana shu daryoni bo'yi mana Bomba kanalni daryoga tushib ketadigan joyini mana shunaqa qilib zo'r qilib kabinalar qilgan. Mana kabinalar, vashi. Gap yo'q kabinalar. Mana yozda kelib dam olib maza qilib o'tirib ketadigan joy. Juda salqin, vashi gap yo'q bo'ladi. Chista mana fidir qarmog'i ham kelib o'qilib, вообще donkaga ham o'qib ketsa bo'ladi. Suvlar mana zo'r qilib qilishgan. Vashi gap yo'q. Mana qadrli do'stlar, qadrli baliq ov ishqibozlari, hozir sizlarga yangi joyni ko'rsatdim. Mana shu yerda hozir mana G'ayrat akam bilan gaplashyapmiz. G'ayrat aka, buni qachon qurdingiz? Uni o'tgan yili qurganmiz, mayda ochganmiz. Mayda ochgan. Odamlar keldimi? Ha, odamlar ko'p keldida. Ovchilar keldimi? Ha, ovchilar Toshkentdan ham keldi. Ha? Ha, o'sha Baliq ushlashdimi hech? sazan ishlardi. Ha? Ha, nuqul sazan, keyin laqa ishlardi. Ushlashdi? Ha, ma'lumati yaxshi. Mana shu yerda o'tirib, Ha, shu yerda pastda. eng katta sazan qancha chiqdi? Ikkilar chiqdi. Sazan, laqa, donkaga. Rosa zo'r bo'libdi. Qishda hali hech kim kelgan yo'qmi? Qishda yo'q, kelgan yo'q. Hali Qanaqa qo'yapti, bunaqa qilib. Ularga tushyapti lekin. Suv hali bu yozda tushganda juda zo'r bo'ladi, to'g'rimi? Вообще zakonni bo'ladi. Mana qadrli do'stlar, G'ayrat akam bilan tanishdik. Xudo xolasa mana yozlarda kelamiz. Hozir telefonlarni ham olaman men. Agar qiziquvchilar bo'lsa, shu Pungon postdan o'tgandan keyin Toshkent tomondan keyin birinchi ko'prik, chapga o'ng qo'ldagi, oldin o'sha burchakda ko'prikning oldida baliqlarni ushardik biz. Endi mana bu joyni ko'rib, bu yil betni Xudo xolasa mana shu yerga kelib, Xudo xolasa ovlarni yurg'izamiz. To'g'rimi G'ayrat aka? To'g'ri gap. Mana bolalar nima deb qo'yasiz biz ovchilarga, mehmonlarimizga mana shu shu doim mana shu yerda ochiq, Xudo xolasa, любой moment vaqti bo'lganda kelamiz. Ana ko'rdilaring, o'zlari aytayapti. Telefoningiz necha aka? Telefon 99 lik. 99 lik aytib yuboring o'zingiz. 038 Aha. 3303. 33 yana bitta qaytarib yuboring. 99 lik. Aha. 038 3303. Mana do'stlar, G'ayrat akam telefon qilib kelsalaring, joylarni zakaz qilib qo'yishadi. Agar dejurniy odami bo'lsa, keyinchalik u telefonlarni ham olib olasizlar. Bannerda telefon nomeri yo'q ekan-a? Ha, yo'q. Telefon nomerlarini yozsa, zakaz qilib kelaverasiz. Telefon nomeri Naryoqda, bannerda bor-a? Bor, kirishida bor. Qadrli do'stlar, endi hozir biz Marinkaga ketyapmiz. Hozir Bag'dagi shluzda ov qildik, bo'lmadi. Bu joyni ko'rib qolib, men spesialni tushib, shularni obzor qilib qo'yapman. Doimo kelaverasizlar. Endi biz ham mana shu propiskada bo'lamiz, xudo xolasa. Mana shu so'rlarda har bittasida
o'sha to'g'risida qozoni ham bor, ko'p qilayotgan joyi ham bor, idish tog'i ham bor. Mana hamma. Endi qiziqishga odamlar ham hali so'raydi-da, nech pul ekan joyi deb. Ha, joyi o'sha qimmati unaqalik emas. Yo'q, endi aytib qo'yavering. Ya to'g'ri gap-da. Ha? To'g'ri gap. Qimmati nech pul endi? Qimmat emas, o'sha misol so'raylar 80 mingdan, shunaqa 100 mingdan. Xarajatni o'zi qilib kelsa, oshpazlar bor, hamma yo'q. Do'stlar, bu qimmat emas. Bitta so'riga 5 kishi, 6 kishi bo'ladi. Yonida qozoni bor, xorasa ovqatini qilib beradi. 12 kishilik ham bor. 12 kishilik ham bor. Xolasalaring o'zlaring bilan xarajatni olib kelib, G'ayrat akamga, G'ayrat akamni povri ham bor. Baliq ham bor. Baliq ham bor. Agar hozirgi kunda baliq yegani kelsalaring, hozir ko'rlaring mangalda chiroyli qilib haligi setga baliq qilishdi. Kelib bemalol dam olib ketsalaring bo'ladi. Endi Navro'zga xudo xolisa zo'r bo'ladi, hali kelamiz. Suvlar tushadi. Bu o'rtoqlarimni bilib pishirib shunaqa qilyapti. Ha, yaxshi. Dam olishyapti. Молодец. Aka? Endi bir kursak, ha? Yo'q, men qaytaman. Nasva. Yo'q, men ana mashinada odam kutib turibdi. Sizlar bemalol, bemalol. Oling, nasvani. Qani, syomka qilsam bo'laveradi? Qani, bismillahirrohmanirrohim. Qani, ochinglarchi. Yo'q, ana nimada, hali bizda, hali nimadan bizda she'r iborat. 2 minutga shunday kiraman, bo'ldi, ketamiz. Mana do'stlar, og'aynilar hammasi mana o'tiribdi, odamlar dam olyapti. Keling, yaxshimisizlar, tushimsizlar? Mana zo'r dasturxonda bunaqa baliqlar mana. Kabobi mana, baliq kabobi mana. Endi shundan tanovul qilib ko'ramiz, bitta keyin biz qaytamiz. Qani baliq kabobimiz, qani ilohiming. Tinchligimiz, keyfingiz, umrimizga rizqimizga Alloh akbar. Bu qana baliq bu? Bu ikkitasi sazan, ikkitasi oqbol. Ha. Mana. Saz ekovi ham bor. Bas, qani bismillahirrohmanirrohim. Kabobi bor. Qani nonga qaraylik-chi. Buni qiftingizmi, do'stlar? Yo'q, qirqing. Qani mana shu joydan bitta olamiz a? Olasizlar. Mana do'stlar, baliq kabob. O'zbekistonda Dang'ara rayoni mana baliqxo'rlik qilyapmiz mana. Do'stlar, kelaverasizlar. Mana joylarni ham ko'ryapsizlar, mana shu gap yo'q qilib qo'yibdi. Zo'r bo'pti, zo'r bo'pti. Hayotda sovusi ham bor, Ha, sazandan ham. Sazaningiz qaysiga? Qaysi? Ashundan bitta tashinglar. Malatchi, yaxshi. Qani, mana sazan balig'ini ham do'stlar nima qilyapti? Qani bismillah. Sazanni qiqir, oshitib. Sazanlar ham mana Oy, ashit. Sazanmi? zo'r bo'pti. Do'stlar, endi kelaverasizlar. Mana akalar bilan, bizlar sinfdoshlarmi hammasi G'ayrat aka? Mana sinfdoshlar. Do'stlar, sinfdoshlar hammalaring mana shunday yig'ilib, shunaqa davralarda o'tirib mazza qilinglar. Hamma sharoit bor, hamma ovqat qilishga imkon bor. Yoningizda Hoji akani yubiley to'yi bo'lyapti. Pensiya to'yi. Yaxshi, pensiyaga chiqqaningiz bilan omadingiz bersin aka. Yaxshi kunlarda 60 ga kirdingizmi? Ham молодец. Mana do'stlar, ko'rlaringmi? Sinfdoshlar daryoni bo'yida mazza qilib zo'r katta kabinkaga kelib o'tirishdi. Ham молодец. Sinfdoshlar. Endi Hoji aka, menga bitta pata. Pata qiling. Qani? Hoji aka. Tinchlik xotirjamlikda, sog'lik salomatlikda, yaxshi kunlarda Rozi bo'linglar, rahmat, ha. Bo'pti. Xo'p, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik hali. Gaplashamiz. Bo'pti. Bo'pti G'ayrat aka. Salomat bo'ling, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat. Mana ko'rlaring, o'zbek xalqi mehmondo'st bo'ladi. Hammasi mana ko'ryapsizlar. Zo'r bo'ldi. Ammo baliqlari ham zo'r ekan. O'sha G'ayrat akamni nimalarini oldim, telefonlarini. Mana. Ko'rlaringmi? Bo'ldi. Ну что, дядю, располагаетесь? Да, все, я вот здесь, да. Qadrli do'stlar, mana biz hozir Shluzdan keldik. Keyin do'stlarimiz o'sha Buvayda, Dang'arada nima qildik? Hali yangi joyni ko'rdik. Hatto ham juda zo'r mehmon qilishdi. Endi bugun hozir ikkinchi qismi, kunda ikkinchi yarmi soat 1:30 bo'ldi. Mana shu yerda Marinka o'g'ini bugun amalga oshiraman. Endi o'ylaymanki, Marinka bugun yaxshigina olsa kerak. Bugun hozir mana shu obzorni, keyin o'g'imizdan sizlarga lavhalarni ko'rsatamiz.
nima bo'lishini endi ko'ramiz do'stlar. Xudo xolasa mana shunday chiroyli joylar mana. Marinkabatda juda ko'p bo'lish kerak. Suvimiz jicha-picha ko'p. No, lekin turadi. Marinkaga hozir harakat qilib ko'ramiz. Qadrli do'stlar, mana Marinka ovini ham boshlab yordik. Bugun sizlarga men Marinka ovini ham ko'rsataman deb keldim mana shu Andijon kanaliga. Bugun biz Tubertini Atrix 270 lik qarmog'idan foydalanamiz. Katushkamiz 4 mingtalik, pletyonkamiz 12 mm lik nima leska, поводочный leskamiz 12 mm lik. Aparish ishlatyapmiz. Keyin 5300 kurchogini ishlatyapman o'rnidagi 30 grammlik karmushka bilan foydalanyapman. Hozir jichagina oqim bor. Endi shunga qaramay hozir biz ovimizni mana tashkillashtirib hozir bir bo'lsa o'sha yuvib o'tiribdi. Qani hoppa. Haqiqat. Ana yum baliq. Yoki marinkani kichkinasi. Qadrli do'stlar. Kichkinagina mana vinchik. Vinchiga mana bugun dam olish kunida juda zo'r baliqcha. Mana baliqcha. Maza qilyapmiz. Shu baliqcha. Mana ko'rdilaring, hozir yunchamiz tushdi. Yun shilimchiq moddasini qoldiradi o'zida. Yana aparishda ikkita solib qushlar sayrashini qaranglar. Qo'rg'onga ret solamiz. Mana shu yerda juda xushyor bo'lamiz. Chunki nimamiz o'g'ralashib qoldi. Marinkada Вины? И выбрасываешь, я тоже. Hozir dedi yurayam yunchiklar düşayapti. Bitta otamiz. Что-то marinik nyetu da. Bugun endi bozor kun, tabiat qo'ynida dam olish, mana o'zlaring ko'rib turibsizlar, tortib turibdi. Tak. Hoppa. Ana nima ekan? Yana yum bo'lsa kerak, yo marinkamiki. Marinka. Ana do'stlar, marinka balig'i. Ana marinka balig'i. Marinka balig'ini qo'yib yuboramiz mana. Mana endi bugun dam olish kunida dam olyapmiz endi. Xudo xolasa bugun zo'r kun bo'ldi. Mana yangi odamlar bilan tanishdik. Ovimiz juda zo'r bo'lyapti. Endi bozor kunlari, dam olish kunlari qarmoqni olib tabiat qo'yniga chiqinglar. Mana hozir odamlar ham juda ko'pchilik bugun bozor kunida chiqibdi. Yo'llarda hamma dam olyapti. Sovuq bo'lishiga qaramasdan. Mana ko'rlaring o'ralashib qoldi. Mana shunaqasi ham bo'ladi. Tarmashina berdi. Nima bo'ldi? Hoppa, bunaqasi ham bo'ladi. Mana tiqilib qolibdi mana. O'ralashib qolibdi. Hali
o'to'lanlar ilashib turib bu qilyapti. O'shaning uchun zabrosga ta'sir qildi. Hozir mana qaytadan otamiz. Hoppa. Именно o'sha mana hozir men otish zabrosim to'g'riga otmayapman. Spesial o'sha joyga borib, o'rtada o'sha povadok o'ynab turibdi. Sizlarga hozir aytdim men qanaqa kurchuklardan foydalanyapman. Endi bugun ko'rsataman dedim, ishlatyapti. Asosiy mana ishlatadigan kurchuklarim mana. Asosiy ishlatadigan kurchuklarim quyidagilardan deb qo'yib bor. Mana u Owner'diki, keyin feeder mana 16lik 702 seriya. Keyin mana 702 seriyani 12lik. Mana shu 3 ta kurchukdi. Keyin 53 100lik kurchukda ham chinka kurchugini ishlatyapman. U ham yaxshi. Asosiy mana shu kurchuklar. Hozir mana u zo'r ketyapti. Kichkinagina baliq tortsa ham juda zo'r bo'lyapti. Mana hozir tortib qo'yapti. Yana nima tushdi ekan? O'tirib chekilib bir ko'rib qo'yamiz. Tez ko'rib turish kerak bunda. O, yana bitta. Endi aytyapman mana. Hozir mana yana bitta viyun baliq mana. Ne viyun большой viyun. Yutib olibdi, zaglot ham kuchli bo'libdi, va shu ichkariga yutib olibdi. Kurchuk ham ketdi, men nima ham ketdi. Hoppa. Evet. Oh. Yana bitti. Viyun balık. Hoppa. О, у меня тоже. Маринка. Ana. Do'stlar, mana Marinka baliq. Marinka kattalashyapmiz. Mana. Большая Marinka. Mana Marinka baliq. Hoppa, buni ham qo'yib yuboramiz. Обязательно nimani alishtirib qo'yish kerak. Ha, parishdi. So'lay qolsa baliq kelmaydi. Endi bilmayman, och bo'lsa kelaveradi-yu. Men endi shuna qilib olib tashlayman. Bitta. Endi Marinka joy katta bo'lmaydi. Endi bo'ladi. Kattalari ham bor. Endi bizda batta bu yerda Andijon kanalida har xil baliqlar bor. Imенно shu yerda kattasini ham olganmiz. Ashi imенно syomka qiladigan kuni mayda baliq tushadi. Bugun endi sizlarga video qilib beray deb kelgan kunlar mana shunaqa bo'ladi-da. O'shaning uchun videoga olmagan kuningiz kichkinalar tushaveradi yoki nabarot bo'ladi. Endi buni bilib bo'lmaydi Xudodan. O'shaning uchun sizlarga iloji boricha mana shu narsalarni ham ko'rsataman. Endi kichkina baliqni ham ko'rsatish kerak. Fakt tomso tayyorgarlik yaxshi bo'lgan. Kichkinami, kattami rezultat bor-ku, mana natija. Miya tinchlanish kerak. Bizga baliq uncha nima rol o'ynamaydi hali. Buni olib borib, yeb, qo'rib, bu qilish. Shu miyalar dam olsa bo'ldi. Qo'yib yuboramiz oxiri baliqlarni. Mana hozir qo'yib yuboryapmiz. Pichoqqa ilinadigan baliq bo'lsa boshqa gap bu, ko'rib. Atak, dam. Yana hafta davomida yana ishlar ko'payadi. Shuning uchun hozir shu baliq ovda kelib dam olib ketamiz. Единственный joy mana shu. Ovga tushsangiz miyalar tinchlanadi, picha. Keyin qolgan. Hoppa! Ana yana bitta baliq. Do'stlar, tortishi bashi zo'r edi. Hoppa, Marinka. O, ana yana bitta Marinka.
Marinkalarimiz kattalashyapti do'stlar. Bunaqa marinka. Marinkamizni ham hozir qo'yib yuboramiz. Trasmi yo'q. Опа! Ох ты черт! Что-то крупное, наверное. Она kattasi ham tushdi shekilli. Ох ты! О, маленькая котточка. Ну вот, крупненькая. Да, большая. Чуть-чуть побольше уже. Ha do'stlar, malinkani kattasi ham tushyapti. Buni ham qo'yib yuboramiz. Вообще zo'r bo'lyapti. Endi sekin-sekin mana ko'ryapsizlar, xo'rikka kelyapti. Xo'rik zo'r ishlayapti. Malinka olyapti faqat. Endi hozir yana o'sha aparishni alishtirib yana tashlaymiz hozir. Yana bitta malinka bor. Yaxshiginalar olyapti mana. Mana kattalashyapmiz. Mana shu malinka baliq. Mana kattalashyapmiz mana. Malinka vashi zo'r. Katta baliq mana. Malinka. Oppa. Tort. Oppa. Mana do'stlar. Yana bitta malinka baliq bo'lsa kerak. Uх ты черт, смотри, большая. Juda katta baliq shekilli. Oppa. Ana krasnoperka balig'ini ham ushladim. Krasnoperka emas, chubak ekan. Chubak balig'i ham mana tushdi. Daga chubak balig'i ham mana tushdi. Mana. Chubak balig'i. Endi buni ham qo'yib yuboramiz. Balig'imiz yaxshi ketyapti, mana ko'rlaring, tortishlar zo'r. Mana buni ham qo'yib yuboramiz. Endi hamma har bitta paklovkani ko'rsatsam juda katta lenta bo'lib ketadi. Har doim shuna deyman. Mana hozir yaxshi ko'ramiz. Mana ko'ryapsizlar, yurtibdi. Oppa. Qani. О, опять Маринка большая. Ох, kattalashyapmiz. Mana marinkani kattasini oldim. Mana marinka. Katta marinka. Shapalaqdi endi katta demaymiz. Normalniy. Oppa, buni ham qo'yib yuboramiz. Mana hozir ko'rib turibsizlar, paklovkalar mana zo'r bo'lyapti. Mana. Davay. Oppa. Mana yana bitta baliq. Do'stlar, tortishi vashi zo'r edi. Oppa, marinka. Ana yana bitta marinka. Marinkalarimiz kattalashyapti do'stlar. Bunaqa marinka. Qadrli do'stlar, mana shuning bilan bugungi baliq ovimiz yakuniga yetdi. Do'stlar, o'tgan safargi videolarimizga like bosib obuna bo'lganlarga kattadan katta rahmat. Bugungi videomiz ham o'ylaymanki sizlarga ma'qul keladi. Baliq ovimizda mayda rezultatlar bo'lgani bilan, lekin bugun juda zo'r joylarni ko'rdik, zo'r odamlar bilan tanishdik. Do'stlar, keyingi baliq ovlarida ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.